Navoiy viloyati hozirgi kunda ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi 85-7% tashkil etadi. Suvni har bir tomchisini asrab avaylashga, undan maqsadli foydalanishga, oqilona foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Undan bemaqsad foydalanishni oldini olishga har birimiz o'zimizning hissamizni bugundan qo'shishimiz kerak. Navoiy viloyati suv ta'minoti korxonasidan bizning texnikumimizga tashrif buyurdi va suv mavzusi bo'yicha bizlarga juda ham ko'p bilimlarni ulashdi. Bizlar bu mavzu bo'yicha juda ham katta bilimlarga ega bo'ldik. Har bir suvni isrof qilayotganimizni juda ham tushunib yetdik. Suvni asrashimiz haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Men shuni tushunib yetdimki, har bir tomchi suvni avaylab asrashimiz kerak ekan. Bizlarning suvni asrasak, keyingi avlodlarga ham hozirgi kunimizga ham juda ham zarur bo'ladi. Men bugungi mavzular bo'yicha darsdan chiqib, albatta o'z oila a'zolarimga va tengdoshlarimga suvni asrash haqida har bir ma'lumotlarni yetkazaman. Biz suvni asrash har bir tomchisi yoshlarning qo'lida. Bugun suv ta'minoti xodimlari tomonidan texnikumimizda, tibbiyot texnikumimizda suvni tejash, suvdan oqilona foydalanish bo'yicha davra suhbati bo'lib o'tdi. Bunda har bir o'quvchilar va o'qituvchilar uchun ham kerakli va foydali ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ya'ni kundalik hayotimizda suvni qanchalik asrashimiz kerak ekanligi, suv bizning kelajagimiz uchun, avlod uchun ham juda muhim ekanligi bo'yicha videoroliklar, davra suhbatlari bo'lib o'tdi va bu har birimiz uchun juda ham foydali bo'ldi. Chunki suvni asramasligimiz oqibatida bizning kelajak avlodimizga suv ta'minoti bo'yicha muammolar, suv yetishmovchiligi kabi dolzarb muammolar paydo bo'lishi mumkin. Va biz buni qancha ko'p targ'ibot qiladigan bo'lsak, har bitta yosh oila yoki o'quvchilar, ustozlar tomonidan suv tejaladigan bo'lsa, butun O'zbekistonimiz va dunyo bo'yicha albatta foydali bo'ladi. Navoiy viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan bugungi texnikumimizga tashrif buyurgan xodimlar tomonidan biz suvni asraymiz nomli seminar o'tkazildi va bu seminardan so'ng biz o'zimizga kerakli bo'lgan xulosalarni jamlay oldik. Bugungi seminardan so'ng shuni xulosa qildimki, suvni hayotimizga qanchalik o'rni borligini va uni asrab avaylashimiz kerakligini bildim.